Ushbu misolimizda bizda ABC uchburchak berilgan. Bunga ko'ra BC va AB tomonga tushirilgan medianalari AC tomon bilan ushbu graduslarni tashkil qiladi. Bundan medianalardan tashkil topgan to'g'ri to'rtburchak yuzi ildiz 3 ga teng bo'lsa, ABC uchburchakning yuzini toping deyilyapti. Shunda biz birinchi o'ringa uchburchak chizib olamiz. Endi A, B, C deb kiritamiz. Bundan BC tomonga bitta mediana, AB tomonga bitta mediana chiqaramiz. Shunda medianalar o'zi 2 yu 1 nisbatda kesishadi. Shunda bu 2y, bu yoq y. Bu 2x, bu yoq x bo'ladi. Endi bundan endi biz mana shu yerni alfa, bu yerda beta deb kiritamiz. Ya'ni medianalar AC tomon bilan hosil qilgan burchaklarimiz. Bu alfa teng bo'ladi bizda. Alfa teng bo'ladi 31 gradus 15 minut 42 sekundga. Beta teng bo'ladi 28 gradus 44 minut 18 sekundga. Shunda alfa plus betani topamiz. Alfa plus beta teng bo'ladi 60 gradusga. Buni trigonometriya darslarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi alfa plus betadan mana shu yerni alfa plus beta deb kiritamiz. Chunki ikkita burchakning tashqisi uchburchakda, ikkita burchakning yig'indisi uchburchakda uning tashqisini beradi deyilgan. Shunda alfa 60 gradusni beradi. Endi biz 3-medianani ham o'tkazamiz. Shunda mana bu medianani ham o'tkazsak, har bir S dan bo'linadi. Ya'ni mediana uchburchakning teng 6 ga bo'ladi. Shunda bitta S ni topib olamiz. Bunda 1/2 tomonlar ko'paytmasi ko'paytirilgan sinus alfa, sinus 60 gradus. Bundan 1/2lar qisqarib ketadi. Y ko'paytirilgan x bo'ladi. Bizda to'g'ri burchakli uchburchakni aytilganda to'g'ri burchakli uchburchakda bundan to'g'ri burchakli uchburchak chizsak, bir tomoni bizda 3x edi, bu yoq 3y edi. Shunda yuzini topsak 9xy teng bo'ladi ildiz 3 ga. xy teng bo'ladi ildiz 3 taqsim 2 ga, 9 ga. Bundan sinus 60 gradus ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Endi xy ni joyiga qo'ysak, s teng bo'ladi xy imiz ildiz 3 taqsim 9 ga teng. Bu ko'paytirilgan 3 taqsim ildiz 3 taqsim 2. Bundan 3 taqsim 18 bo'ladi. Ya'ni 1/6 ga teng. Bizda s ABC so'ralgan. ABC 6s bo'lgani uchun 6 ko'paytirilgan 1/6. Ya'ni javob 1 ga teng. Bu C javobni beradi.